Sen qaydasan yurakim ana? Ana. Bu kunlarni sening motam kunlaring deb aytishga tilim bormaydi. Chunki quyosh sening to'y ma'rakangdek saltanatlik uzigan bu kuning uchun hasratini nuri bilan tasalliga qo'shib zaminga chashmoqda. Ana, bu kunlarni sening nazar chiriqing deb aytishga tilim bormaydi. Chunki oy talay insonlarga nisb bo'lmaydigan bu to'yingdek kuning uchun hasrat bilan tog' kayniga yo'shrinmoqda. Ana, bahor gullaridek xushbo'y hidingni chechib uzigan bu kuningda tenimsiz o'qilgan Qur'onga qo'shilib yangragan qushlarning xandonidan ularning jannatdagi sen uchun qilayotgan madhiyalarni anglayotgandek bo'ldik ana. Mehrlik zamin. Sen qo'yningga olgan bu ana talay onalarga o'xshash ulug' ana. Uning muhabbati quyosh nuridanmi sehi, uning bag'ri bahordanmi illiq, uning qalbi tabiatdanmi go'zal, uning mehri dengiz okeandanmi cho'nqur. Koinotning quyoshi bor edi, tabiatning bahori bor edi. Oltin uzukning yoqut ko'zidek chimanlarning ichidagi nozik chimandek bizning ajoyib bir onamiz bor edi. U boyada barakat bor edi. U boyada ittifoqlik bor edi. U boyada biz hammamiz bor edik. Ana, bizni tashlab qayerlarga ketding? Yuragim ana, bizning yana nurg'un armonlarimiz bor edi. Ana, sana deydigan talay yurak so'zlarimiz bor edi. Ana, biz seni mangu uyimizning to'rida o'ltirdi debdimiz. Aql, dana so'zlaringni davomli anglaymiz deb o'ylabdimiz. Ana, ajabmi kam aql kammiz. Ana, sening tatgan jafo mushaqqatlaring oldida seni chekimizga gul qilib qisib oz edi. Kech kunduz putqonini tutib kutsakmi ozlik qilar edi ana. Ana, sen nima degan qaysar ayolsan? Muhabbat uchun, oila uchun, farzandlaring uchun o'tqimi, suvg'imi qo'rqmay kiradigan qaysarligingni qandoqmi unutmaymiz ana. Muqaddas nikoh uchun aziz vataningni, mehribon ota-onang, qavmi qarindoshlaringni tashlab musofir cho'lida oz qiynaldingmi? Sening shu davrlarda chekkan azob oqibatlaringni o'ylasam, o'tga tushgan qildek azoblik to'lg'unaman ana. Marhum mo'minimiz bizni tashlab ketishga qandoq chidading? Podshoh bo'lsangmi kishining yurti degan hamon yoqi yurt. Bir chog'larda yurtim qenikin, ota-onam qenikin debmi qolasan? Chiroyli kiyinib chiqib, yugurib kiradigan tuqqanlaringning uyi yo'q deb qancha yilinsimi? Bolalarimni yetim qilmayman. Qiynalsam, jafo cheksam, bolalarim uchun chidayman. Bolalarim uchun hammaga chidayman. Nima degan pidokor ayolsan ana? Ana shundoq talay odamlar berolmaydigan qurbonliklarni berib, muhabbatga chin aqidangni yuragingga tengib, 4 farzanding bilan marhum dadamga agishib, bu yurtga ko'chib chiqdim. Balalik chog'larim helama ko'z oldimda. Sening kech kunduz tinmay ishlashlaring,
qancha charchsangmi, qancha ishlasangmi, chiroyingdan kulkangni neri qilmaydi. Marhum dadamni xush chiroy bilan qarshilatdim. Gohi-gohida jimib qolardi. Yiroqlarga qarab, cho'nqur o'yga patatdim. Hozir o'ylasam, shu chaqlarda yurtingni qiyg'itib o'ynagan etiz qirlarni, ota-onangni, do'st yoralaringni seg'inib, pag'an chekayotgan damlaring kan ona. Ana, sen biz uchun talay badallarni to'lading. Arqa-arqadan tug'ilgan bolalaringning til bilan tasvirligisiz jafolarini bir o'zing yolg'iz tatding. Kunduzlari tugamas oila ishlari bilan mashg'ul bo'larding. Kechalari uyg'onib qarasam, yo'tingda bola tavratgash, partuq tikib o'ltiradi. Shu chog'larda bu opam uxlamamdig'andu deb o'ylab qolardim. Yana ertaganda hammadan sahar turib, bir kunlik xizmatingni ajoyib ruhliq kayfiyatda boshlaydim. Bizni barakatlik dasturxining atrofiga yig'atdim. Ana, qudratlik Alloh sana bu musofirlikni, jafo mushaqqatni bergan bilan yana 10 farzandni sana mukofot sifatida ato qilgan edi. 10 farzand go'yo yurak yepig'i o'tkazilgan 10 tal marjondek bo'yningga esiqliq edi. 10 tal barmoqingdek yurakingga tutash edi. Ular ko'z chanoqlaringdagi mehr buluqingni qong'icha uzib, bag'ringda mehr muhabbatga to'yinib cho'ng bo'ldi. Shunmi bugungi kunda hammaga muhabbatlik, xayri saxovatlik yigitlardan bo'lib chiqdi. Chunki ular sening mehring yurakingdan udim olgan ana. Bolalik chog'larimdagi xotiralar shunchalik aniq esimda. Qaysidir inalarim jafo saqanda, rahmatlik dadam dadalarga xos keskin talabchanligi bilan uni qattiq adaplamoqchi bo'ladi. Lekin tadbirlik onam chiroyli tarbiya berib, o'ngshi bo'ladiganligini aytib dadamga yelinib uni bag'riga bosadi. Keyin hammamiz ota-ona bo'ldik. O'ylasam, onam haqiqatanmi tasvirligisiz aqlli ayolgan. Navoda shu chaqlarda emdili xarakter ham g'ururi yetilayotgan ashu inilarim tayoq tanqid ostida tushkunlashib yomon yo'llarda qolgan bo'lsa, qandoqni qilar edik? Yanala aqlli onamiz mehr muhabbatning hammadan yuqori turadiganligini, har qandoq narsani o'zgartib talaydiganligini shu chog'larda tushungan ekan. Undaq misollar talay. Ana, meningcha bundaq onalarni tadqiq qilish, ularning farzand tarbiyalash usullaridan ulgi elish kerak deb o'ylayman. To'g'ri, jafoliq kunlarni yetkichi tortdik. Qo'sh so'rigan o'kizdek bu jafolarni yetib oshqicha tortqini yanada onam. Dadam haqiqatanmi talaylik odamkan. Allah uningga iymon, e'tiqod, sabr, toqatlik, g'ayrat, jasoratlik, tadbirkor, aqlli bir ayolni halol dub qilib bergan ekan. Albatta, bu hamma erkak zotiga nisb bo'laveradigan baxt emas. Biz farzandlar texama talaylikkanmiz. Sharofatxon hojimdek o'z ustida mehr muhabbati to'lib toshgan, ikki qo'lida mehnat ajri bor, tirishchan, chidamliq, polatdek irodalik bir onadan bizni operidi qilgan Allohga har vaqt hamdu sanolar aytamiz.
ajoyib mehmondo'st, hamdostxonlik, ko'ngli daryodek keng onamiz bizni umid ham ishonch bilan qatorga qo'shdi. Zimiston qishning kaynidan bosh bahorning keladiganligi, jafoning kayniga baxtning yoshiringanligi, sabr toqatning kuch qudratini his qildirib cho'ng qildi. Muqaddas Qur'oni Karimda mundoq bir xosiyatli qurba. İnsan qilgan ishining natijasini ko'rguchidir. Haqiqatanmi onamiz qilgan ishlarining natijasini ko'rdi. Yaxshi amallarni, yaxshi ishlarni qilishga buyurgan farzandlar onaga himmat ko'rsatdi. Ana, seni qanchalik siyg'inayotganligimni til bilan tasvirlab berolmayman. Onaning qudratini, mehr muhabbatining qimmati butun vujudimga singdirib etgan. Menga onamga xizmat qilish fursati yaratib bergan Allohga ming martaba rahmat aytaman. Ana, sening yildan yilga yashinib kelayotganligingni ko'rib tursaqmi? Hammamizga mehmon ekanligingni bilib tursaqmi? Sening bizga qiymayotgan ko'zlaring kundan kunga nursizlanayotganligini ko'rib tursaqmi? Yeningda ko'p bo'lammidiq. İşlayman deb yuribdiq. Bu ishning tugamaydiganligini, sening tugab ketadiganligingni bilmabdiq. Ana, ajab aqlsizkanmiz. Nimishqini uyimizga opirib, to'rimizda ko'proq o'ltirg'izib ololmagandimiz. Bag'rimizni yiqib, yedinga qiynab ololmagandimiz. Tarbiya nasihatlaringni ko'proq anglab ololmagandimiz. Ah, ana, to'g'lisak ovozimizni anglayolmaysan. Öksüp yig'lasak ko'z yoshlarimizni surtib qo'yolmaysan. Dilimiz azor yesa, silab tasallimi berolmasdin. Ah, kammaski ketgan ana, boshqasiga don bergan kaptardek, gelingdekini sug'urib og'zingda bizga non berib cho'ng qilgan eding ajabo. Esel dasturxonlarda o'ltirib, nozi ne'matlar yeyotganda sana sevginib baxmagan, sana nesiga ep baxmagan kunlarim uchun qancha pushaymon qilsammi o'rniga kelmaydi. Ana, bizni boqaman deb yoshlik go'zalliklaringda rangarang kiyinmagan, zibu zinnat esib boqmag'aning uchun kunda sana zar libos kiydirishga, la'li yoqutlarni qo'llaring emas, oppoq sajdlaringga zinnat qilib esishga imkoniyatim bor turibmi, qilmag'anim uchun qancha ursammi kechikibdiman ana. Sana har kuni zamzam qo'yib berishga qodir edim. Acaba yanında o'ltirib, bir piyola choy qo'yib berib, qancha mungdish o'ltirsammi, pul yig'aman deb yuribdiman. Lekin seningdan ortiq boylikning mangu bo'lmaydiganligini bilmabdiman. O'ynab kulaman deb yuribdiman. Sening hidingni purab, yomurliq so'zlarimni anglab o'ltirgan daqiqalarning men uchun eng baxtli o'yin ekanligini bilmabdiman. Bolalarım bilan deb yuribdiman. Menmi opamning bolasigu. Menmi bolalarimga chidamagandek umamanga chidamaydi. Opam mehmongu, bolalarim bog'u deb opam yeniga kunda bormabdiman. Qo'lini tutib, bağrımga mahkam yoqmabdiman. Ah, ana,
Men kechikibdiman. Nodon ekanman. Aqlsizkanman. Qancha yig'lasammi, anglig'inim aks sada. Ana deb qancha chaqirsammi, anglang'ini hasratlik sada. Yerlik beshiga chiqib, o'zimni esib, qabrini quchoqlab yig'lasammi, opamdan keladigan tasalli yo'q. Ana, hayot chig'ingda ko'p nasihatlaringga quloq solmagan ekanman. Do'st dushmanni ayirib bersangmi, ko'ngil bermabdiman. Donoligingni bilib tursammi, nadonlik qilibdiman. Bu dunyo bir qo'nalg'u. Biz hammamiz bu qo'nalg'udagi bir mehmonmiz. Hammamiz Allohning dargohiga qaytquchilarmiz. Qilgan ishlarimizdan hisob berguchilarmiz. Ana, Alloh seni o'z dargohiga ep ketdi. Farzandlaring hasrat o'tida puchilandi. Muhtoj dillar bir saxovatchisidan ayrildi. Bu martabalik inoq oila qobil yo'lboshchisidan, dono maslahatchisidan ayrildi. Hech qachon uyning to'ridan izini yo'qotmagan zokirmo eng zo'r tasallilaridan mahrum bo'ldi. Tug'ilib o'sgan yegona qoynuqmu bir yurt so'yar barakatli qizidan mangulik ayrildi. Qeyrindosh o'tida puchilanayotgan bu tog'imi eng oxirgi bir yurak porasidan ayrildi. Oddiy ham go'zal vatan beg'i qoynuq. Bu yerda onamning yoshlik izlari ko'milgan. U mangan chig'ir yo'llar asfalt yo'lga aylangan. U ishgan buloq suyi daryo suyiga qo'shilgan. U o'ynagan kulgan yigit qizlar yer qo'yniga sinib ketgan. Ana, sening eng muqaddas vasiyating bo'lgan inoq ittifoq o'tinglar degan so'zingni yurakimizda saqlaymiz. Birliklik, ittifoqlik bilan ruhingni xush qilishga har vaqt tayyormiz. Aqlliq ana. Vidolish damlarida aytgan Murat chidamaydi. Hammanglarmi chidamaysizlar. Lekin Murat texmi chidamaydi degan so'zlaring yurakimni azmakda ana. Sana hargizmi chidamadim. Sakratimi meni kutib to'xtagan tiniqlaring tinig'imda. Alvida ana. Hammamizni atrofingga yig'ib, xosiyatlik duolaring, inoqlik vasiyatlaringni yurakimizga ko'chirib bo'lib ketdi. Mehribon Alloh. Sen hammaga qodirsan, qudratlisan. Mehribon apuchansan. So'yimlik onamga rahmat qilg'aysan. Mag'firat ishkini oshqin. Jannat bilan xabar ber. Farishtalarni hamroh qilgin. Iymonini komil qilgin. Rahmating bilan uningga jannatdan o'rin bergin. Farzandlarini, mu'min musulmonlarni omon qilgin. Amin. Qizil guldan chekimizdan to'zib ketdim. Bir bulbuldan beg'imizdan uchib ketdim. Yurtimizning chirig'idan tuyuqsizli o'chib qolding. Farzandlaring yuragiga hijron devi selib ketdim. Farzandlarga kim tasalli berar endi? Kim seningdek dono so'zlar qilar endi?
Kim seningdek başkaların bağrığı besip, dost düşmanning tillaridan tosar emdi. Farzandimda zor o'tgan ona, tanholig'ing sana yor yo'lay. Farzandimda zor o'tgan ona, tanholig'ing sana yor yo'lay. Shamollarga dökkan dardingni hech kim bilmas o'zimdan bilay. Ona mehribon ona, ona qadirdan ona, ona mehribon ana, ana farishtam ana. Kirpik qoqmay qanchilab tunda, tunni kunga yosh oqsa, yuragingdan qon oqdi ona. Ko'zlarimdan tomchi yosh oqsa, yuragingdan qon oqdi ona. Mehrin go'yo denizdan cheksiz, farishtamsan mehribon ona. Mehrin go'yo denizdan cheksiz, farishtamsan mehribon ona. Mehribon ona, ona
erişsem ana Ana Kadirdan ana